Rum imperiyasi eng dastlab podshoni og'dirib etib, undan keyin jumuriyat bo'ladi. Jumuriyat bo'lgan vaqtida har qatimda 3 odamni saylab chiqadi. 3 bir-birini balans qilib, tekshirib turib, boshqaradi, saylanadi. 3 yilda bir saylanadi. Biz hozir degan garajdan, san'at degan hammasi shu Rum jumuriyatining kelgan. Oxirsida biz Qaysar deymiz, Caesar. Julius Caesar. Shuning davri kelgan vaqtida u odam o'zini mangulik diktator degan bu Rum latincha so'z. Shuningdan kelgan. O'zini mangulik diktator deb harbiy askari bilan Rumni besib kirib, san'atni ma'qul degizib, o'zini mangulik diktator saylatdi. Saylatgandan keyin uningdan keyin u odamni qaslab o'ltirib o'lishi bilan biqib olgan o'g'li Augusto. U uningdan keyin rasmiy imperator